Temperatura bilan yana bir qizni aytib keldik. Назначениясini istoriyashtiraman desak, mas'uliyatsizlik aytib turibdilar. Hozir rengini tushiraman deb turibdi, istoriyachilmancha rengini tushirmayman dedi. Chiqmani bu o'zi. Yana qiz. Tasavvur etik, hozir 40 temperaturada shu bir balo bo'lib qoldi deb hisoblaylik. Rengini tushirajakmiz yana. Hozir. Lekin istoriya chiqib beradi, uni mas'uliyatsiz xodimlar mana shunday turibdi. Yine 40 temperaturada tutmuş. Dur dedi. Bize lekin qo'lidan направление qog'oz berib geldik. Degan shaxsniki ishlashi kerakmi yo boshqa narsa etishi kerakmi? Ne ish xotin? Kutib tur deb turibdi hozir aytsak. So'rasam ishlasa aytmaydi. Mana xodimlari. Yine. 3 marta so'ramda aytmaydi, qichqirib turibdi, mas'uliyatsizlik qilib turibdi shunday xodimlar. So'radim, "Nodir kerak bo'lsa paxlab turaymi?" dedim. Yana bu qiz yana 40 temperatura bilan gap turibdi. Temperatura bilan yana bu qizni aytib keldik. Назначениясini istoriyashtiraman desak, mas'uliyatsizlik aytib turibdilar. Hozir rengini tushiraman deb turibdi, istoriyachilmancha rengini tushirmayman dedi. Chiqmani bu o'zi. Yana qiz. Tasavvur etik, hozir 40 temperaturada shu bir balo bo'lib qoldi deb hisoblaylik. Rengini tushirajakmiz yana. Hozir. Lekin istoriya chiqib beradi, uni mas'uliyatsiz xodimlar mana shunday turibdi. Yana 40 temperaturada tutmuş. Dur dedi. Bize lekin qo'lidan направление qog'oz berib geldik. Degan shaxsniki ishlashi kerakmi yo boshqa narsa etishi kerakmi? Ne ish xotin? Kutib tur deb turibdi hozir aytsak. So'rasam ishlasa aytmaydi. Mana xodimlari. Mana 3 marta so'ramda aytmaydi, qichqirib turibdi, mas'uliyatsizlik qilib turibdi shunday xodimlar. So'radim, "Nodir kerak bo'lsa paxlab turaymi?" dedim. Yana bu qiz yana 40 temperatura bilan gap turibdi.